Tolumu qerib ketgan bir buvay bar ekan. U yo'l mangolmaydi ekan, ko'zi ko'rmaydi ekan, quliqi gapni aniq anglay olmaydi ekan. Hatto tishimi yo'q ekan. Bir narsa yegan vaqtda yegan narsasi hamon eg'izidan to'kilib turadi ekan. Buvayning o'g'li bilan kelini buvayni o'zlari bilan bir dasturxonda o'ltirg'izmaydi ekan. O'choq beshig'i o'ltirg'izib tamoq beradi ekan. Bir kuni ular bir qacha tamoqni buvayga beribdi. Buvay qachini chinroq tutaman deb ehtiyotsizlikdan tashlab etib qopti. Qacha yerga tushib cheqilibdi. Buvayning o'g'li shu zamon buvayga til selib, uydagi boshqa narsalarni buzg'iningni oz kelgandek qachonimi chaqding, hamda yog'och qachida tomoq yeysan, debdi. Buvay urib qo'yib ortiq gap qilmabdi. Bir kuni ayol ikkaylan yog'ochda nimadir bir narsani yasamoqchi bo'layotgan amroq o'g'liga qarag'ach paranglashib qopdi. O'g'lim, yog'ochda nima yasay deysan? Deb so'rabdi dadasi. O'g'li javob beribdi. Dada, men bir kichik yog'och qachi yasaymikin deyapman. Agar keyin onam ikkinglar qerib qolsanglar, men mushu qachida sizlarga tomoq beraman. Ayol ikkisi bir-biriga qarag'inicha turib qopdi va yig'lashga boshlabdi. Buvayga yaxshi muomala qilmagani uchun vijdoni qattiq azoblanibdi. Shuningdan keyin ular buvayni o'zi bilan bir dasturxonga o'ltirg'izib, yaxshi kutadigan bo'pti. Ota-onaga yaxshilik qilish bir hikoyadirki, uni sen yozasan, bolalaring sana o'qib beradi. Shunga bu hikoyani to'g'ri, chiroyli yozgan. Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, ostidagi "Zaykan" degan xatni bosib qo'ying.